Voy, qanday quvnoq bolajonlar. Bugun kim mehr ko'rsatganini aytadi? Men ukamga shirinlik berdim. U juda xursand bo'ldi. Kim bugun darsga vaqtida kelgan? Men har doim erta kelaman. Kech qolishni yoqtirmayman. Agar sinfdoshing daftarini tushirib yuborsa, nima qilasan? Darhol olib beraman. Chunki bu yordam va odob. Kimning daftarida chiroyli yozuv bor? Men harflarni diqqat bilan yozaman. Bu ham tartib. Dars paytida ustoz gapirayotganda nima qilamiz? Jim eshitamiz. Keyin qo'l ko'tarib so'raymiz. Agar do'sting xafa bo'lsa, nima qilasan? Uning yoniga boraman. Yaxshimisan? deb so'rayman. Kattalarga joy berish bu qanday ish? Bu hurmat va tarbiya belgisi. Kim bugun onasiga yordam berdi? Men nonushtadan keyin idishlarni yuvdim. O'qituvchi seni maqtasa, nima deysan? Rahmat ustoz deyman va yanada yaxshi o'qiyman. Kimning yuragi toza bo'lsa, u qanday bola bo'ladi? Mehribon, halol va odobli bola. Agar biror narsa sindirib qo'ysang, nima qilasan? Rostini aytaman, yashirmayman. Do'stingiz bilan bahslashsangiz, nima qilasiz? Tinch gaplashaman, urushmayman. Bolajonlar, kim tabiatni asraydi? Men gullarga suv quyaman, daraxtni sindirmayman. Agar axlat yotganini ko'rsang, nima qilasan? Uni olib, axlat qutisiga tashlayman. Bolajonlar, do'stlik nimani anglatadi? Sadoqat, yordam va mehrni. O'qishdan charchasang, nima qilasan? Dam olaman, keyin yana o'qiyman. Kim har kuni ota-onasiga men sizlarni yaxshi ko'raman deydi? Men har kuni aytaman, ular eng aziz insonlarim. Agar ukang yoki singling xato qilsa, nima deysan? Urushmayman, tushuntiraman. Bolajonlar, kim yaxshi so'zlardan foydalanadi? Men har kuni iltimos, rahmat, kechirasiz deyman. Juda ajoyib. Bugungi darsdan nima eslab qoldik? Odobli bola doim yordamchi, rostgo'y va mehribon bo'ladi.